qaysi biriga yoqaman baraka topgir. O'zimga yoqishim kerak, o'zimga. Ana oynaga qarayman-ku, o'sha oynadagi ayol bormi? O'shani rozi qilsam, mendan baxtli odam bo'lmaydi. Boshqalarni rozi qilishim shart emas. Boshqalarni hech qaysiga yoqolmayman ham, baraka topgirlar. Men faqat oynadagi ayolga yoqishim kerak. O'shani yaxshi ko'rishim kerak, o'shani rozi qilishim kerak. O'shanga minnatdorchilik etishim kerak. O'shanga har kuni qarab turib, qanchalik chiroyli ekanligini aytishim kerak. Ko'zlaringdan seni jonim soldi. Altında rosa yaxshi ko'raman. Oynaga qarayman, rosa aytaman. Men seni baxtli qilaman deyman. Mana 50 yil senga ahamiyat bermadim deyman. Meni kechir deyman. Ahamiyat bermadim haqiqatan. Sen borligingni bilmabman deyman. 50 yildan keyin topdim seni. Mana endi bu yog'iga ikkalamiz maza qilib yashaymiz deyman. Xohlagan narsangni beraman. Nima yeysan deyman. Nima kiyasan deyman. Qanaqa mashina olib berasan dedim. Qancha pul kerak senga dedim. Hammasini o'zim muhayyo qilib beraman. Mana shunday. Потому что men bu yog'iga sen uchun yashayman dedim. Qizim uchun ham emas, o'g'lim uchun ham emas, navaram uchun tем более yashamayman. Zachем? Потому что hammasi o'zi bilan o'zi. Hammani Alloh yaratgan. Hammasini rizq nasibasini Alloh taolo beradi. Men o'zim uchun yashayman. Men o'zimni yaxshi ko'raman. Men olamni yaxshi ko'raman. Olam meni yaxshi ko'radi. Men Allohni yaxshi ko'raman. Alloh meni yaxshi ko'radi. Men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. O'zbekiston meni yaxshi ko'radi. Qizlar, men komandamni yaxshi ko'raman. Komanda meni yaxshi ko'radi. Men boylikni yaxshi ko'raman. Boylik meni yaxshi ko'radi. Men katta pullarni yaxshi ko'raman. Katta pullar meni yaxshi ko'radi. Men baxtni yaxshi ko'raman. Baxt meni yaxshi ko'radi. Men quvonchni yaxshi ko'raman. Men muvaffaqiyatni yaxshi ko'raman. Men omadni yaxshi ko'raman. Ular meni yaxshi ko'radi. Bo'p. Mana shunday obstanovka bilan yashayman. Boshqalar bilan ishim yo'q. Boshqalar bilan ishim yo'q, qizlar, haqiqatan ham charchab ketaman men. Потому что negativ odamlar bizda rosa ko'p. Men ularga rahmim keladi. Qachon odam bo'lar ekan bular deyman. Hech qachon. Mana shu negativ bo'yicha o'tib ketadi. Ming afsus.